Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlarga Captiva avtomobiliga uстановkani ko'rsatamiz. Aka, qaysi viloyatdan keldingiz? Samarqand viloyatidan. Samarqand. Bizni qayerda ko'rib keldingiz? O'zim shu yerga qadam. O'z shirkatga xayrlanib kelar ekan, akamizga ideal holatda propan uстановка qilib berdik. Ahamiyat berib qo'ysa, zavodskiy holatda 60 bittalik ballonni endi ko'rsatib o'tishdi. Iloji bo'lmayapti, lekin ideal holatda Xudo xolasa bunga kafolat bilan uстановка qildik. Ko'pchilik Captivalarga 3 pakani qo'ysa bo'lmaydi dedi. Yo'q. Bizga keling, biz kafolati bilan sizga uстановка qilib beramiz. Qaytarib o'tamiz. Oldi qo'yilgan jihozga mutlaqo 1 yil garantiya beramiz. Ballonga esa 10 yil super mega chegirmalar har qanday turdagi avtomobillarga amal qilib qoladi. Faqat ulgurib qoladigan joy Tarello original reduktordan foydalandik. Xo'p, bu tomonga keladigan bo'lsak, albatta spesialli gaz klapani biz qo'yamiz, chunki ballonda kelgan davleniyani primoy reduktorga ulab bo'lmaydi. Birinchi multiklapanga davleniya keladi, davleniya ruxsat, bu klapani ruxsat bergandan keyin reduktorga o'tadi. Har qanday turdagi avtomobillarga siz xohlagandek sifatli holatda propanlar taklif qilib qolamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar uchun super mega chegirma bonusi bilan sizga amal qilib qoladi.